Eplolmaydigan bo'lsang, uylanma hezalakka o'xshab. Bolalarni ham yetim qilib, bitta odamni baxtsiz qilib, tul qilib uylanma vobshim. Bitta opamiz yozyapti. Uka, men erimga 3-xotin bo'lib deyapman, bilmagan ekanman. Mendan oldin 2 marta uylangan ekan, qaynam aytmagan. Ikkita xotini 6 oy yashab turib ketib yuborgan ekan. Men 4 yil yashadim uka, ikkita bolam bor, meni ham haydab yuborishdi. 3-bola, kamiga 3-bolaga homiladorman. Yalinib borsam ham deyapti, qaynam yana qiz bola oladi meni o'g'lim, deyapti. 3ta bolani yetim bo'lyapti, 3ta bolam yetim bo'ldi. Endi nima qilaman? Bularni tashab erga tegib keta olmayman yo. Men bolalarni o'ylab 25 ga kirdim endi, deyapti. Ashunday bitta odamni farzandini, bitta qizni baxtsiz qilib, 3ta bolani yetim qilgan hezalak qo'lingdan kelsa uylan. Bir erkak bo'lsang, u opadan oldin 2ta ayolni ham baxtsiz qilgan u. Itrizqi. Ashunaqa itrizqi, haramdan bo'lgan mol miyalarga nima deysizlar endi? Men to'g'risini so'kin voray deyapman, ashularda o'qib. O'ta mana shunaqa ham erkak bo'laman. Mana shu bola jig'ildon ushlab olib turib, mana miyasiga qarab urib, miyalarini ochib tashlasangiz shunaqa odamni. Kelin tomon, sizlarda ham ayb bor, bitta tomoni. Kuyov tomonni so'rab surishtiringlar. Qudalar, so'rab surishtiringlar. Keyingi videoda hozir mana shu haqida video qilaman hozir.